Agrozamin kanali obunachilar bugun Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida qaysi qishloqda ekan? Beshnayman qishlog'ida koloniyani binoga topganmiz. Ashuni hozir ekilish jarayonini ko'rsataman. Orqasidan kilonkasini olib turib, chuqurligi ham shunchalik bo'ladi. Mayin tuproqdan o'zini sathida ekiladi. Bo'ldi. Xudo xolasa bular mana nam ham tepib turibdi hozirlashtirishda. Suvni mashinadan omali ko'tarib yormaysiz-da. Yuvib yormaslik kerak-da. Ozgina yana ko'tarilsa bo'ladi, yuvib yormasa bo'ladi. Baholab keling mana. Mana chetgacha ochib ko'rsatib turay. Razmerni o'lchab olib turib yog'ochda, shablonda. Hozir men naglaz ochyapman. Bitta shu. Necha metr bo'ladi razmeri? Yana hozir 1 metrga ekyapmiz. O'zi asli 2 metrga ekiladi, keyin ko'chiriladi-da. Bitta yog'ochda 1 metrga o'lchab turib, yog'ochni qo'yib ketilaveradi. Suvga yaqinroq qilib ekiladi, ha, demak? Namiga yaqinroq qilib. Ha, tushunarli. Buni karzinkaga hammasini karzinkaga solib turib, bitta suvga botirib turib, yana odatda suv bor ekan, suvni o'ziga naqib qo'yamiz. Keyinroq bittalab qo'yadi, akkalab qo'yadi. Ha, bitta voya nima qildik-ku? Ikkita chiqqanini rivojlangandan keyin bittasi yulinib tashlanadi, ha? Ha, bittasi olib tashlanadi. Slabisi. 100 tadan bitta, 20-50 tadan bitta. Ha, Mana tushunarli. chicha bosib qo'yiladi, bo'ldi. Xudo xolasa ekishdan oldin 10 kun tashqarida pishirilgan bu. Teplitsadan olib chiqib asfaltdan. Chunki hali quyosh olib qolish nimasi ehtimoli bor-da, bargi kuyib qoladi. Mashina hammasi karzinkaga solib olasiz-da, karzinkadan olib faqat ketaveradi bittalar. Ekishdan oldin suvga Обязательно suv evitilib qo'yiladi, ha bu? Ha, obязательно suvlash kerak. Suvlasam o'n loy bo'lib sochilib ketmaydi. Hozir mana bunga qilganimda sochilib ketgan-ku. Shunchalik qancha chuqurroq olsa nam yaxshi-da. Hozir teparoq ekib qo'ysak. Ya hozir bu 1 metr bo'lgandan keyin hali lomda mana shunday tarafga beraveramiz, ikki tarafda. Bitta bosib qo'yasiz, bo'ldi. Buni men bo'ynigacha bunday turpoq qilib olishmasin. Bu turpoq qiziganda maytdan kuyib qoladi-da, o'sha havo o'tmay qoladi. Shuning uchun o'zini sathida ekilaveradi. Ha, suvga suqargandan keyin bir sira tayyordan kesib nima? Zo'r bo'ladi, ham tekis bo'lib, baqmat bo'lib chiqadi-da. Qashtirishda ham xudo xolasa bu kamida 2 metr. Yaxshi qarasangiz, mana bu 4 metr, 5 metrgacha boradi. Martda birinchi martdan 15-martgacha kesiladi. Birinchi yildan so'ng, ha, birinchi yil rivojlangandan keyin ikkinchi yilga. Ha. Mana shunaqa qilib ochib ketaveraymi, men sekin ekib ko'raman. Uchat. Sraz videoni uzmay. Nima qilaman? Bitta narola. Mana bunaqa bo'ladi. Mana ayollarga o'sha mas'uliyatli ayollar olib kelaverasiz. Bunday qo'y ekanda sachib ketmasa bo'ldi-da. Ko'chatda ekib yurgan opalar bo'lsa, ayollar. Chicha bosib qo'ysa, o'rnash bo'ladi. Tepasida mana yo'q to'pota tashlab qo'yaveramiz. Taygan nimasiga emas. Xudo xolasa mana nam o'zi sekin chiqib oladi. Mashinam bemalol bo'ldi. Ekib bo'lgandan keyin tepasidan bitta gummi sachab olsangiz, boshqa qaratish bo'lsa, tepasidan gummi sachab olsangiz, anti-stressda. Buni bariga olgan turamiz. Ha. Bu da olmash 3 kun 4 kun rasa zo'r bo'ldi. Ekishda buni tak issiq, salqin farqi yo'qmi? Yo, razisa qiladi bu. Endi hozir 30 gradusgacha bo'lgan ob-havo bo'lsa, rasa zo'r havoda. 30 gradusgacha. Ha, hozir rasa zo'r havo. 35 gradusda ham, 38 gradusda ham ekkamiz. Bir ikkita pateriya bo'lishi mumkin. Hozirgi mana havo. Qo'yib o'tirib bemalol. Bu yoqdan otashadi, homiga bosib qo'ysa, ozgina. Bu faqat nam joylarga ekiladimi yo
Birinchi ekilayotganda nam bo'lishi kerak. Bo'lmasa Birinchisiga nam bo'lishi kerak. Oppoq turpoq ekilsa yarim soatda quriydi. Ha. Chunki turpoq issiqda, nozik kunga. Buni bilan bittalar suv qilib yurmaymiz, karzinkaga suvni olamiz. Karzinkaga suvni pishib turib mana ko'chatda. Olib kelib, bir kishi tarqatib ketaveradi. Bir kishi ochib ketsa, bir kishi uyaga tashlab ketsa, bitta odam ekib ketaveradi orqasidan. Sirasi. O'zi nam turpani tashlaveradi, quruq turpoq tashlab qo'ymadi. Nam turpoq solish kerak, yopilganda. Chunki bu qizib turgan bo'lsa, tomiri yoshda endi bular. Kichkina chaqaloqdan bittaga bir oydan keyin buni xudo xolasa yoniga dori beraverasiz mana shu yerda. Lomlab turib, yarim piyoladan beraverasiz ularga. Bir oylardan so'ng, Ha, bir oydan keyin. Например, rivojlanib olgandan keyin. Ha. Bungacha 3 kunda bir gum yesangiz bo'laveradi. Barg orqali rivojlanadi. Tayyorlangan farqi yo'qmi? Tayyorlari bor. Baklashgan 15 kun 20 ming. Bir oy davomida sepiladi, har 3 kunda gumi. Keyin buni 15 kunda bir zahar sepib qo'yasiz. Chunki 15 kunda bir zahar. Zahar hozir masalan tapas degan zahar bor. Karate har xil vitaminga ham ular sportga yashirib tushadi-ku. Tumariga. Bunga o'sha qanaqa tushadi. Baylarni yeb tashlaydi, ilma teshik qilib. 2 oyda bir oyda zahar sepib turasizlar. Hozir 25 bo'layotgan bo'lsa, bu oyda 25 kerak. Hozir 25 bo'lgan bo'lsa, bir xatodan sepib qo'yasiz birinchisi. Keyin bir oydan sepasiz. Chunki bu bug'doyni bo'yi bug'doylarga sepilganda zahar. Hammasi mana shunaqa yopishadi hozir. Yoshim qoldi. Yo'q, laylagan tushadi. Laylagan tushadi. Mana ko'chatda. Karotga qo'yib, karotga zo'rg'a sig'ib keladi. Yuqori qismida. Mana zaklagan. Terma bo'lsa yana chiqib olsa, o'sha bo'laveradi. Kasino Ular faqat chuqurroq nam nimaga tepmaydi-da? Просто mana arizdan bosib deydi, zaklab kelasiz. Bo'lsa bosib ketmas. Yo, yubormaslik uchun. Ertaga 1 yildan keyin asosan shu 1-2 oy ehtiyot qilib tursangiz, tomir otib olgandan keyin suv kelsa ham o'zi qaytar tomir bo'ladi, zarari yo'q. Buyog'ini shunday qilib ekan. Mana bu tarafga 7 kilo patroqsiz. Buni ham yuqoridan ekmoqchi. Mana buni hamma. Bu tepmaydi buni. Bu uchun siz mana qat damba qilishingiz kerak-da. Buni nima ishtasi o'rda yo'q turib, ular hozir kasda endi. Damba qilishingiz kerak. Nam mana joyi bitta kiloga olib qo'ysangiz, bu yubormaysiz-da. Bitta kiloga olib kelasiz. Kilogadan deb turib, shu qatda bosib qo'yasiz. Har safar yutib ketmaydi. Hozir qo'ptashab turib, kiloga qo'ysangiz bo'ldi. Men bu yoqqa suv chekkandan har bitta nima kiloga olib. Budogan ba'dan dimlaysa to'g'ri? Aridan foydalanyapman. Hozir agar bu bitta arib qilayotgan bo'lsam, yana bitta arib ketadi. Yildan keyin kelsa, u xohlagancha bu tez bo'ladi. Ha. Ayshi damba qilmasangiz, o'sha nam kelmaydi-da. Agar nam tepmasa, bir soat yarim soatda qoladi, so'rib qoladi.